Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Telegram bot orqali to'lov qilish qanday bo'ladi? Ya'ni Telegram botda o'zi to'lov tugma to'lov tugmasini bosadigan bo'lsangiz, nechta farzandingiz bo'lsa, hammasiga bittadan link chiqarib beradi yoki hammasiga birdan to'lash bosishingiz mumkin. Misol bitta shaxs o'ziga to'lamoqchi bo'lsangiz, Sevara Alisherovani bosadigan bo'lsangiz, bitta farzandingiz uchun to'lash ochiladi. Agar siz hamma farzandlaringizga to'lamoqchi bo'lsangiz, hammasini to'lashni bosadigan bo'lsangiz, mana hammasini to'lash chiqadi. To'lashda link beradi. Bu link sizda agar klik ochilgan bo'lsa, o'zini klik приложениесiga otadi. Mana klik приложениесiga otadi va u xuddi shunday to'lovni chiqarib beradi. To'lashni bosadigan bo'lsangiz, kartalaringizni tanlab, kartadan to'lashni bosasiz. Mana klik hamkorligida amalga oshiriladi bu. Klik yo'q bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sizda klik yo'q bo'lsa, siz klik to'lash bosasiz va sizni o'zi klikni rasmiy veb saytiga otadi. Mana klikni o'zini rasmiy veb saytiga otmoqda. Klikni o'zini rasmiy saytiga o'tyapti. O'tganda mana to'liq ma'lumotlar chiqadi. Siz xohlasangiz telefon raqami orqali to'lash qilishingiz mumkin. Xohlasangiz karta raqami orqali to'lash qilishingiz mumkin. Mana bu joylarga karta nomerini va amal qilish muddatini yozasiz. Yozganingizdan so'ng продолжить qiladigan bo'lsangiz, SMS kod, ya'ni karta raqamingiz ulangan telefon raqamiga SMS kod keladi. Karta raqam kiritganingizdan so'ng telefon raqamiga SMS keladi. Ya'ni karta raqamingiz ulangan telefon raqamiga SMS keladi. Klikni o'zini rasmiy SMS xabarnomasi keladi. Klik bilan shartnoma qilingan. Klikni hamkorlikka to'lov qilishingiz mumkin. Bosasiz. Приложениeni yuklab o'tkazishingiz mumkin. Приложениеga plastik kartani ulab bemalol to'lov qilishingiz mumkin. Ham tez orada